Assalomu alaykum. Alaykum keling. Juda yaxshi. Qaysi yo'nalish? Fizika va texnologiyadan kafedrasi. Ishlayapsan? Ha, rahmat, o'zinglar. Muhammadjon Ro'zaniga. Yaxshi. Said Ahmadda uskani o'qib ketdi. Gapirib berasizmi? Nimalar, qanaqa qahramonlar bor ekan? Bu asar o'zi 3 ta asar bo'ladi ichida. Bu kichkinaroq ekan, lekin o'tgan safar kattasini ham olib o'qigan edim. 45 kun, hijronli kunlar, bu soatlik 3 ta kitobdan tashkil topgan. Uchala kitob ham odamga qaniydir o'zi uchun kerakli xulosalar chiqarishga yoki bo'lmasam kimnidir bu kitobdagi qahramonlarning ko'pini hayotiga lekin achinib o'qiganman. Ba'zilaridan xursand bo'lganman. Lekin juda yoqtirgan kitobim. Buni ikkinchi marta o'qib chiqishim. Avval ham o'qib chiqqanman. Har safar boshqacha taassurotlarga ega bo'lib qoladi. Yoshi boshqacha taassurotlar olyapsiz. Talabalarga tavsiya qilgan bo'lardim. Talabalarga ham, kattalarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Yaxshi kitob, to'g'ri. Qanaqa kitob olib o'qimoqchisiz? Yana badiiy asar o'qimoqchiman. Bu safar ham O'tkir Hoshimovni daftar hoshiyasidagi bitiklarni o'qimoqchiman. Juda yaxshi. Uni ham xudo xohlasa. Ko'pini esimdan chiqarib yubordim deb o'ylayman. Shuning uchun qayta esga solish uchun o'qimoqchiman. Rahmat. Olib beraman.